Xalqimizga nima murojaat qilasiz? Qanaqa maslahat berasiz? Ishonishmasin mashinaliklarga. O'shani maslahat beraman. Har kimga ham ishonishmasin. Telefondan kelayotgan nima deydi, silkalarni umuman bosmasin ham, qaramasin ham. Assalomu alaykum. Men Telegramda ish qidirayotgandim. Ular menga testirovщик bo'lasan, ya'ni ilovalarni test qilib, bizga skrinshotni jo'natasan, xatolarni jo'natasan deb yozishdi va ularga javob berib, iCloud'ga kirdim. Ular 5 minut men bilan telefonda gaplashishdi va iCloud'imni перезагрузка qilib, iCloud'ga tushirib qo'yishdi. Ishdan kelganimda aytdiki, onajon dedi, meni Telegramimga silka tashlashdi dedi. O'sha silkani dedi bosib ko'rdim dedi, telefonim iCloud'ga tushib qoldi dedi. Endi nima qilishimiz kerak desam, endi ular dedi mendan pul so'rayapti dedi, iCloud'ni chiqarishimiz uchun dedi. U necha pul ekan desa $180 dedi. O'sha mashinnikka men mashinnikligini bilmagandim, chunki $180 tashlab berdim. Tashlab berganimdan keyin yana ozgina o'tib, bizga o'sha loginni bersa parolini bermayapti, parol bersa aniq narsasini bermayapti-da, yana bizdan pul so'rayapti. Keyin aytdim, bo'ldi, o'sha bu mashinnik uxladik, короче deb, отказ qildik.